Jabroil ulug' amrni allaqachon qabul qilgan, Rasululloh alayhissalatu vassalom huzurlariga yo'l olgan edi. Insoniyat tarixidagi eng buyuk mo'jizalardan biri sodir bo'lish arafasida edi. Birdan Jabroil alayhissalom zohir bo'lib, Rasululloh alayhissalomni uyg'otdilar. Ammo bu tashrif boshqalardan farqli edi. Safar uchun Jabroil Buroq nomli ulov olib kelgan edi. So'ng payg'ambarni mindirdilar. Manzil esa yuzlab payg'ambarlar yashagan Masjidul Aqso edi. Shunday qilib betakror safar boshlandi. Rasululloh alayhissalom Masjidul Aqsoga yetib kelganlarida ajoyib bir manzarani ko'rdilar. Tarix davomida yashab o'tgan barcha payg'ambarlar u zotning qarshilarida turar edi. Rasululloh alayhissalatu vassalom oldinga chiqib barcha payg'ambarlarga imomlik qildilar. So'ng Jabroil alayhissalom u zotni Hajarul Muallaq toshi ustiga qo'ydilar. U yerdan osmonlarga ko'tarilish boshlandi. Rasululloh alayhissalom 7 osmon orqali o'tar edilar. U zot birodaridek ko'radigan payg'ambarlar bilan uchrashib suhbatlashardilar. Sidratul Muntahogacha ko'tarildilar. So'ng hech bir banda ilgari olmagan ulug' bir sharafga musharraf bo'ldilar. Boshqa bir olamda Alloh azza va jallaning o'zi bilan uchrashdi.